Assalomu alaykum hammaga. Zarafshon sayl obunachilari. Sizlar uchun bitmagan dom bo'lsa ham, lekin shu yil oxirigacha bitadigan domimizdan penthouse katta 84 kvadratdan 140 kvadratgacha bo'lgan uylarimizni sotuvlarini yo'lga qo'yamiz. Uylarimiz g'ishtdan juda ham sifatli qurilyapti. Terrasali qilib, katta oynalar qo'yib, oilaviy dam olib bemalol shaharni bu tomonidan kuzatib turishingiz mumkin. Liftlari, uylari katta. Shu yil oxirigacha Xudo xolasa bitirishar ekan. Liftlarga joyi ikkitadan liftlar qo'yiladi. Bu yoqda ham ikkinchi penthouse qilingan uylarimiz. Shahrimizda bu tomondan tomosha qilishingiz mumkin. Bu tomonda katta yo'limiz 13-chi, 13, 8, 7, 16 hamma domlar mana shu yerda juda ham katta. Hozir tomlarigacha ko'rsataman. Bu yoqda panorama restoran qilaman desangiz ham, restoran biznesini qiladigan aka-ukalarimizga juda ham zo'r, bemalol tomosha qilib, sokin qo'shib qo'yib, mana bu yoqda restoraningizni bemalol ochib, o'z biznesingizni boshlashingiz mumkin. Zamonaviy uylarimiz ideal takliflar berishadi. Kvadrat metri 5 milliondan bo'lsa ham, lekin naqd oladigan odamlarga 100 million, 150 milliongacha, 10%, 15%, 20% gacha chegirma qilib berishar ekan. Bunaqa bu tomonda Zalotinkaning yo'li. 13-27-domlar qurib bitirilgan domlarimiz. Bu yoqdan ham ideal rakursni ko'rsatamiz.